Hayatlık bir sefer. Tevekkülçülükki to'lg'an safar. Hayatlık mutlaq mavjudlikning nisbiy ifodasi. U ichilishni xohlaydigan, sonsizligan sirlar bilan to'lgan. Olamning cheksizligi, xiyolchanligi Bir yaşanğan ayal vakinde ayalı dostu qaqşap turibdi. Muş yo'ldashimning mijazi shundoq o'sal. Yaxshi gap qilsam achchiqlaydi, yomon gap qilsam achchiqlaydi, do'stlarim achchiqlaydi, doim achchiqlab turdi. Degandekin boyaning do'st debdi-da. Bo'pti. Balkim yo'ldashingiz salomatlikim yaxshi emas. O'lganda qutuldiga o'xshaysiz desa. O ayol nadiki o'lgandan keyin qutlanmaydigandek turma. Chunki u menga men o'lgandan keyin qabrimning tashiga nima qaraysan degan so'zni yozib qo'yishni vasiyat qildi deb javob berdi. Demak, turmushimizda bir qism odamlar bor. Achchiqlab turadigan, mijoz chuslar. Yaxshi gap qilmoq o'xshash har qanday ish achchiqlaydi. Ammo bularni ayiblash bo'lmaydi. Bu qandaydir ulardagi bir qasdlik bo'lmasdan bir psixik mas'ul bo'ldi. Ondan odamlardagi bu xil normallikdek ko'ringan benormal bu xil psixikani biz kelish manbasi nada deymiz. Bunun kelish manbasi 3 narsadan keldi. Birinchisi o'tmish ketib qilishdan. Ikkinchisi hozirdan norozi bo'lish, yoki hozirdan besimsiz qilish. Üçüncüsü kelgusidan qo'rqish. Demak, bu 3 xil manbada odamlarda mana shunday psixik ig'ir masala paydo bo'ldi, yoki doim mijoz chusaletdi bo'ldi. Birinchi o'tmish petib qilish degan nima? O'tmish petib qilish deganimiz odam o'tmishda yuz bergan ma'lum bir xo'rliq yoki o'zining jo'risi yoki do'stlari tarafidan yoki xo'jayin tarafidan uchragan ba'zi adolatsizlik yoki ota-onasi tarafidan uchragan ba'zi bir xo'rliqqa yoki do'stlari, saboqdoshlar tarafidan uchragan bo'zek qilishlarga yoki o'g'il do'sti, qiz do'st tarafidan qilingan
taşıdılgandan keyingi bir xil adolatsizlikka yoki qiz do'sti o'g'il do'st tarafidan qilingan sadoqatsizlik tufayli o'tmishga petib qolgan deymiz. Bular o'tmishda o'ziga mushkul adolatsizlikni olib kelgan odamning bir jazolanishini umid qildi. G'oyiviy kuch tarafidan bir jazolanishni, ashlarning yaxshi kun ko'rmasligini, ya'ni ashlarning bir jazolansa, aniki yenglab qolaman deydi. Demek ki o'tmishga bu xil holat petib qilish nimani keltirib chiqardi desa, uning hozirnimi, kelgusinimi elib ketgan gap. Biz ma sirik umikini, bu da siriklarni ko'rib qolsanglar pil. Pilning putida bir qizil shoyi og'amchini ko'rsalar. Bu nima desa, har qanday pil kichik vaqtida pil ko'ndagichi bir qizil tanini pilning putiga bog'lab, kichik bir ko'chatga bog'lab qo'ydik. Bu pil balasi ham da qancha tatibmi bu yerdan qocholmaydi ekanda. Yıllar ötep, aylar ötep bu pil putun tatmaslı buldu ekan. Gerçi keyin pil çuğu yap. Mandal tassa çıktıdığan tanıdım mı o tatmaydı ekan. Her ketem şundaq yoğun pilgimi kiçik bir kızıl tanını bağlap, kiçik bir yer bağlap koysa pil turayverdi ekan. Nemiş qalsa kiçik vaqtida o qech bulanmaganlik uchun çoğu vaqtımı qaçanmayman deb qaraydi. Yoki buning o'xshash bir psixikalik tajribalar berilgan. Qandaq tajribalar berilgan desa, Karl Dweck 3 tane qapazni kelgan, ha. 3 qapaz. Bu 3 qapazni alayli qandaq desa, birinchi qapazdan hamda aslida kunupka va bu kunupka puttik kelsalar qapaz echilib ketadi. Ikkinchi qapaz chu deganda buning yem itilgan qapaz, hech qanday chiqish eg'izi yo'q. Üçüncü qapaz chusa bevosita ishki ochiq. Bu 3 qapazga ayrim oldi 3 ishdan so'lgan. Andı bular tok soqab baqqan. Çünkü tok tinayt qo'rqaydi ayvallar. Şonlar birinchi qapazga ishqa tok soqqandan keyin u uyan bu yan qatirash orqali puti tuyuqsiz bir kunupqa tikib qolgan chiktalgan. Ikkinchi qapaz ishchi bo'lsa, har qancha tok soqsimi hech qanday qutlanmagan. Uchinchisi desa, tok soqqanaman qechib ketgan, chunki ishga uchiq bo'lgan. Şonlar bir haftadan keyin bularni yana qaytib 3 qapazga kelgan, ha. Bu qitimliqdagi 3 qapazning hamda alayligi uchga o'xshamaydi. Bu qitimqi 3li qapaz 3-chi qapazga o'xshaydi. Ya'ni ishga bevosita uchiqlar, ha? Ishga bevosita uchiq. Ammo 3 ishni 3 qapaz so'lgan ham tok soqqizab baqqan. Birinchi ishqa tok soqqizgandan keyin bu qechib ketalgan, ishga uchiq bo'lgandik. İkincisi olsa mesela ikincisi de xuddi bayatın pil qo'xshab, pil burun qaçanmayman degandek, bu mu bir haftaning yog'i hech qanday qaçanmaganlik uchun ikinci qatam azoplansimi qechib chiqdamagan. Chunki bu alliburun baribir men qaçanmayman degan, yoki buni mingizda azobga nisbatan, ya'ni azoblanishni bir odatdagi bir ahvol yoki qilish tegishlik men azoblanishim kerak deb o'ylagan. Shu ikinci qapazdagi ishning masalasidan nima tushunamiz desa, u azoblanib turibmi, chiqish yo'li bor turibmi, bundan qechib ketmaydi. Keyin psixologlar hayvonga bunday qildi ekan, odamni qanday tatbiqlaysansa, odamni sinab qilgan, ammo odamga tok soqqizmay, ovoz, shovqin orqali bearam qilgan. Birinchi uydagi odam uni buni qilib qechib ketgan, ikkinchisi qachanmagan, uchinchisi qechib ketgan. Bular bir hafta har xil bearam qilgan shovqindan keyin qayta ishga uchiq uyga chiqsa, birinchisi chidamolchi ketgan, ikkinchisi shundoq bearam qilyapsimi, amal yo'q deb o'tlagan. Bundan tushkunlik paydo bo'lgan, ha, odamlarda. Bu nima tushundirdi bo'lsa, dal o'tmishga petib qilishdan derak bo'ldi. O'tmishga petib qilish, ya'ni o'tmishni qutlanmaslik, doim o'tmishdagi ashu o'ziga yuz bergan ba'zi ishlardan bir xil bearam bo'lish yoki shu tufayli ochiqlanish, o'ziga va shuni sodir qiluvchi ochiqlash nimaga o'xshaydi bo'lsa, xuddi o'ydagi mesh famasmi? Meshning shalasiga kulchib qolsa, mesh to'liq ko'ymaydi. Buni ko'ydirish uchun shalasiga ziqsanjib xuddi kulni tushirib o'tgandan keyin ondan ustiga o'tmangandek o'tmishdagi bu xil narsadan qutulmoqchi usti, ya'ni kelgusi echilmaydi deganlik. Shunga biz o'tmishdagi bu narsalardan qutulib ketmasak, o'tmishdagi bu narsalarni boshqa bir nuqtadan kuzatib, bu orqali biz qutulib ketmasak, bizni nima shakllandi bo'lsa, maze. Yani biz buni
sırlıq orda deyimiz. Yani çaşqanның sırlıq orda uçup geliş deyimiz. Adette çaşqanda sırlıq orda deganimiz chiqish eg'izi yo'q bir. Qalayimqan yol. Yani bu yer çaşqanni qo'yib qo'ysa, u ham bu ham yana asli olti qaytib, yana u ham asli olti qaytib keldi. Demak, o'tmishdan qutlanmasini nima keltirib chiqardi o'sha odamlarning sirliq o'rda kirib kelishini. O'zini to'xtamay ayiblaydigan, ayiblagandan keyin yana o'zi xolamaydigan ishni qilib, o'zini jazolaydigan, u ishni qilib bo'lgandan keyin yana gunohkorlik tuysib ketib qilib asli oltiga boradigan, mushunda holatni shakllantirgan gap. Nietzsche bu vaqtda nima degan desa, Nietzsche agar sen hangga uzun muddat qarasang, hangmi san qaraydigan bo'lib qoldi degan. Bu yerda hang dal o'tmishni ko'rsatadi. Ya'ni hangga to'xtamay o'tmishini o'ylab alsang, o'tmishingni san qaraydigan, seni qo'g'laydigan bo'lib qoldi deb tushundik ekan. Unda biz o'tmishdan qanday qutulamiz? Qutulamiz deb qutulolmaydi. O'tmish zot qanday unutamiz? Nurg'a odamlar mendan so'raydi, o'tmishimni unutib ketsam deb. O'tmish unutilolmaydi. Ammo unutishning bir usuli bor. Yani qanday unutamizsa kechiruvchi orqali, birinchi usuli kechiruvchi. İşanda bo'lsin, o'shmanlikni sizlar mangu o'shmanlik orqali bir taraf qilolmaysizlar. Endi sizlar o'tmishdagi shu ishlar sodir qilgan odam qancha o'chirgansizlar yoki shuningga g'oyiviy bir kuch orqali jazo talab qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, amaliyotda eng chong ziyon tortquchi kim bo'lsa, o'zing bo'la qolsizlar. Ya'ni meyz kirib qolgan gap. O'shmanlikni faqat muhabbet orqali yo'qotqil bo'ldi. Ya'ni kechirib o'tish deymiz, kechirib o'tish. Burun Germaniya bir emas vaqtida Berlinning o'ttirida Sharq Germaniya va G'arb Germaniyani orib turgan bir tam bor. Sharq Germaniyadagilar matribda, G'arb Germaniyadagilar matribda. Garchi bu bir millat, bir xalq bo'lsa-mu, birisi o'chdi. Bir qatim Sharq Germaniyadagi odamlar G'arb Germaniyadagi odamlarni chishiga tegish uchun o'zining davlatiga barliq axlat chava keraksiz narsalarni Berlin temidan matribga tashlab qo'ydi. Mashin bilanlar barliq axlat. G'arb Germaniyaliklar buni ko'rgandan keyin haqorat deb ketdi. Bir hafta butun G'arb Germaniyadagi kishilar bularning qanday o'ch elish to'g'risida o'ylandi. Mana shunday vaziyat vaqtida ayni vaqt G'arb Germaniyaning yetakchisi, ya'ni rahbari Willy Brandt degan odam G'arb Germaniyaliklarga uydagi barliq xushpuroq gullarni yig'ib Berlin temidan Sharq Germaniyaga tashlashni buyurdi. Kishilar garchi buni nima shunday qilganligini bilmasa-mu, o'zining rahbarining gapini anglab gullarni etib berdi. Va Willy Brandt german tilida nihoyatda mashhur gapdan birini qildi. Ya'ni Jeder sagt, dass rein degan. Jeder sagt, dass rein. Jeder sagt, dass reinning ma'nosi nima desa, hamma odam o'zida banasini ko'rsatdi deydi. Hamma odam o'zida banasini chiqardi. Mush gapning ta'sirida G'arb Germaniya va Sharq Germaniyaning munosabati yaxshi bo'ldi, keyin Berlin temchi qilib bular ittifoqlashib qarab mangdi. Demak, muhabbatni biz o'shmanlik orqali tugamaymiz. Sizga birov o'shmanlik qilganda, siz uning o'shmanlik qilish orqali buni yo'qotqilib bo'lmaydi. Bu faqat muhabbet orqali. Shunga kechib o'tish degan nima esa ammo biz qalbimizda kechib o'tgan bilan dazda mingang yo'l qo'ymaydi. Siz birovni kechirib o'tdim degan shu paytdan boshlab minganglar kechirmasga qarab turishdi. Va uning qilgan qilmishlarini, burun siz qanday muomala qilganlarini esingizga kelib sizni qiynaydi. Mana mush nuqta nimaga o'xshaydi desa, dal kichik bolalar, masalan siz sirtqa chiqmoqchi bo'lsangiz, 4 yoshlik yoki 3 yoshlik, 5 yoshlik bolangiz agishidi. Zod o'zini yeg urib tatilab ketadi. Birdamdan keyin keliman desanglar unmaydi. Nurg'un ota-onalar buningga voz kechib bo'ptundas men bormay deydi yoki bolasini olib oldi. Agar siz sinab, mayli nim bo'lsa, chuqum sen qilishing kerak, men bordigan yoki kichik bola bo'lmaydi deb chiqitalisangiz. Ishni yapgandan keyin 5 minutdan keyin bo'lsa, eliq yig'lagan bola burunqilik yig'lashlarning hammani qo'yib, sapada o'zining ishini qilib o'ynaverdi. Mening shuningga o'xshaydi. Shunsiz men kechirib etdim deganda mingiz osh kichik boldek tatilab faqat yo'l qo'ymaydi. U sizga har xil uning qilgan ishlarini deb berdi. Ammo siz yanala bo'pti, men uni bildim, men yanni kechirib etdim deb tekrar kechirib etganda ming aningdan keyin paslaydi. Ikkinchisi usul o'tmishdimi minnatdor bo'lish. Men sizga yana bir qatim deb qo'yay. O'tmishda qancha nachar degan o'tmishingizmi bir minnatdor bo'lgan bir nuqta bo'ldi. Hech yomon bir savoq bo'ldi.
kimdikim o'zining o'tmishidagi yuz bergan ishdan lesson. Bir saboqni olmag'icha o'tmish takrorlanadi. O'tmish takrorlanadi. Siz o'tmishingizdagi shu ishdan hukm qilmaymiz, Manda bo'ldi deb hukm qilmaysiz. Baho bermaysiz, ayiblamaysiz. Faqat o'tmishingizni qayt xuddi Lushandayni, ya'ni VCDni qayt ko'rgandek yezib chiqib, mana shundaq ish yuz beribdi. Buningdan zodi men nimani o'rgandim deb shu saboqni olgan kundan tortib, o'tmishning sizni azoblashimi pasaydi, o'tmishning takrorlanishimi pasaydi degan. Bu bek muhim narsa. Birisi kechiritish, yana birisi lesson. Siz lesson deb o'zingizning dunyoga, kishilarga va o'zingizga bo'lgan ko'z qarashi to'g'risida ma'lum bir saboqni olganaman, darhol o'tmish o'zining kuchini qo'yib birdi degan. Ikkinchi besim nereden keldi? İkinci psixikadagi masala hozirdan besimiz qilish. Hozir bir g'alati ahvol var. Nurg'un odamlarda nima bo'lsa tushkunlik bor, depression deymiz, tushkunlikni. Tushkunlikni depression deymiz, bu bir depressiya deb qo'yman men. Biz bevosita ayttirsak bo'ldi mushqat depressiya. Depressiya degan xat na tushkun, ro'y kayfiyati, nachar turish, deganda holsiz turish. Bu nereden keldi? Bunun yan bir atılışı auto destruction. Auto destruction. Auto degan odatda o'zi degan gap, avtomatik deganimiz, automatik, ya'ni o'zlikda harakat qiladigan degan gap. Shunga o'xshab auto deganmi o'zi. Destruction nimasi vayron qilish. Tushkunlikni biz yana nima deb ataymizsa, o'zini vayron qilish deb ataymiz. Bu nereden kelgan? Men bir masala o'qan, Chexoslovaklarning bir masalani. Buni qandoq desa, bir paqa var. Bir paqa bir kuni o'zining nimasi tursa, sigal deydigan biliq og'uch, qanti keng biliq og'uch paqani kek qoldi ekanda. Bu biliq og'uch ham paqani ko'rib vayron qoldi ekan. Tova, buning qanti nima ketgandi? Kim buning qantini ek ketgandi bichora deb, "Ey, qanitan qana?" deb so'raydi ekan paqadan. Paqam uning tilini tushunmagandan qarab turdi ekan. Qaragandan keyin biliq og'uch, bu ham gaz, hem gaz o'xshaydi bichora. Buni aylantirib kelayman deb, uni tumshqida elibla güzel manzillarni sayohat qilgizdi ekan. Hem paqa shu güzel manzilni sayohat qilgandan keyin biliq og'uch buni yana aslalta qo'yib qo'ydi ekan, Mas'ul mushahada boshlandi. Paqa güzel manzillarni ko'rgandan keyin aslalta qaytib keldi. Bunun tushkunlik paydo bo'ldi. Chunki andaq manzillarni ko'rib qoldi-da. Endi u o'zining hozirdan norozi bo'lishga boshlaydi. Tushkunlashga boshlaydi. Hem o'zining menga u xil go'zal manzillarni ko'rishiga ishonmaydi. Hozirgi odamlarda bo'layotgan masal nima deganda, nurg'un odam mail televizor orqali, mail rost bo'lsin yoki yolg'on bo'lsin, kinolardagi har xil obrazlar bilan chet eldagi bir xil go'zal turmushlarni rost deb o'ylab qolganlik uchun ularda o'zidan norozilik kayfiyati bo'ldi. Mana bu hozir yangidan psixika qo'shilgan comparison complex, selishtirma kompleks deymiz. Kompleks degan kasallik. Selishtirma kompleks degan nimasi? Odamlar o'zida bor narsalarning qari yo'q, boshqalarning bor narsaga o'zini selishtirgan. Masalan, bir odam 100 qo'y bo'lsa, u bu 100 qo'y masalasidan emas, boshqalarda 500 qo'y bo'lganlik uchun o'zida oz pul bor deydi. O'zini yaramasdek his qiladigan comparison complex bor, selishtirma kasallik. Demek bu paqa başka manzillarni ko'rib, yana aslalta qaytib kelgan uchun shu kundan boshlab buningda u manzillarni ko'rishga, yana qo'l keltirishga mangu ko'z yetmadi. Ko'z yetmagan bilan hozirdanmi norozi bo'lishga boshladi. Dal nimasi kishilardagi depressiya mushtonda shakllangan. Hozir. Endi buni qanday hal qilish kerak? Biz buni keyingi plastinkalarimiz yana so'zlaymiz keyingi darslarda. Uni so'zlashdan burun men bir narsani o'tirib qo'yib qo'yay. Afrikaliklarning bir maqol tamsili bor. Afrikaliklar bundoq deydi. Tangrining insonlardan talab qilgan 3 nimasi bor deydi. Ya'ni o'zingda bor narsadan foydalanib, o'zing turayotgan joyda o'zingning eng tirishchanligini chiqar deydi. O'zingda bor narsadan foydalanib.
O'zing turayotgan joyda. O'zingning eng chong tirishchanligini chiqar. Agar mush haqiqatni bilgan bo'lsa, paqimi bir kunlarda ash go'zal manzillarni huzurlanti va hozirdan shu degan vaqtda rozi bo'lgan bo'ladi. Üçüncüsü kelgüsüden ensirash. Kelgüsüden ensirash. Bir qiziq ish borda. Bizda Uyg'urlarda bir chini cheqilib kelsa, nima deymiz desa, balo qazo ketdi deymiz. Balo qazodan birisi ketdi deymiz. Ammo Hindilarda mı shundoq bir ish bor? Birim cheqilib kelsa, ammo ular balo qazo ketdi demay, bir ta'ling saqlanib qoldi deydi. Uyg'urlarda nima deb o'ylaydi bo'lsa, balo qazo bor. Cho'qim balo qazo ko'p deb o'ylaydi. Bir narsa cheqilib kelsa, hanim bo'z bir balo qazo tugdi deydi. Hindilarcha desa, odamga omad keladi doim. Shu bir chindan cheqilib ketishi, agar cheqilmaysan, chinini saqlab qolgan bo'lsang, bir omading yo'qolib ketdi. Cheqilib ketgani yaxshi bo'ldi, chunki bundan keyin sen uningdan uchun omading keladi. Tushunatamsizlarmi? Demak, biz nima deymiz? Balo qazo bor, bir cheqilib ketdi, deymiz. Ma'lochosa cheqilib ketsa, omadimdan bir saqlanib qoldi. Bu xil ideologiya nimani tushuntiryapti bo'lsa, biz doim kelgusida bizga balo keladi deb o'ylaymiz. Amaliyotda cho'disha, shuni sizlar bilishinglar kerakki, inson ikkishdan mangu saqlanmaydi. Ikkishdan saqlanmaydi. Birisi o'limdan, yan birisi tabiatning yordamidan. Bu gapim ishon tutsin. Birisi o'limdan, yan birisi tabiatning yordami. Kelgusi yuz bergan ishning har qanday yaxshi bo'ladi. Masala uni qanday tarjim qilishdi. Shung biz bishoratlarga diqqat qilishni o'rganishimiz kerak. Bishorat. Bunu biz plastingimizning keyin qismida o'rganamiz. Ammo shuni his qilib olishimiz kerakki, o'lim yan birisi yaxshilikdan qutlanmaydi. Mark Twain men hayatımda yüz bermegen nurgun azaplık geçirmişlerim bağıgan degan. Hayatımda ben yüz berip bakmagan nurgun azaplık geçirmişlerim bağıp bakkan. Bu nim degan gapsa, men kelgusida nurgun narsani azaplanib bakkan, ensirep bakkan, biroq bu ishlarning ko'pincha yüz berip bakmın deydi. Demek turmushimizda biz ensirgen nurgun narsalar yüz bermeydi. Belki ensirmegen ba'zilar yüz berdi. Onun qaysının yüz berdigan, qaysının yüz bermeydigan bilgilmaydi. Hatta bir odamning boyligimi u o'ylagan yerdan bo'lmaydi, o'ylimga yerdan kelib qoldi. Onun ba'zi yaxshilik o'zi kutgan do'st birodarlardan kelmaydi. O'zi o'ylab bakmagan yot kishilardan yaxshiliklar kelib qoldi. Bu turmushdan qonun. Shun kelgusidan ensirash nimani keltirib chiqardi bo'lsa, hozirni qurbon qilib. Amaliyotda hozirdan boshqa narsa yo'q. Biz vaqt ilm bo'yicha kelib aytganda faqat hozir mavjud deymiz. Masalan, biz Uyg'urlarda tamoq chiqdimi, pishdimas hozir deb qo'ydi. 5 minutdan keyin nima hozir deydi. Voy pishdim degan mana hozir deydi. Yo'q bir odam yo'l ketib berib, uyga keldingmi, hozir mana hozir. Demak, biz buni asli yushirib bilib qolgan. Hamma yerda hozirni ishlatamiz, kelgusiga hozirni ishlatamiz. Asli bu to'g'ri. Amaliyotda butun vaqtlarning ichida hozirdan boshqa narsa mavjud bo'lmaydi. Hozirga qanday muomala qilish, dal kelgusiga muomala qilganlar o'xshash bo'ldi. Agar mush nuqtani tushungan bo'lsa, nurg'un odamlar ular energiyasining ko'p qismini kelgusiga emas, hozirga fokus qildi. Hozirga fokus qilganingiz amaliyotda kelgusiga diqqatingizni fokus qilganingiz, fokus deganimiz yig'ish degan. Hozir. Demak, mush uch ahvolda odamlarning kayfiyatida ig'ir darajada bo'lsa, buzilish kelib chiqadi. Bundaq odamlarga xuddilik yel chiqib ketgan sharga bir tal jig'in sanjib qo'ysimi, pang'id etilib ketgandek, ozroq gapni ko'tarilmaydigan bo'lib qoldi. Shunga men sizlarning bu 3 nuqtaga alohida diqqat qilishingni umid qilaman. Am so'zlaydigan nima deganda fokus. Fokus.
Fokus degan nima degan gap desa, ma'lum narsani ma'lum nuqtaga tikish degan gap, diqqatni tikish. Psixika nuqtai ilib aytganda, mayli bishorat nuqtai ilib aytganda, yoki ruhologiya nuqtai ilib aytgan vaqtda bir qonuniyatni chuqur bilib olishing kerak. Nimaga diqqat qilsa, shu cho'ng'iydi. Nimaga diqqat qilsa, shu cho'ng'iydi. Men dastlabda bir rasmni ko'rsatdim sizlarga. Sizlar butun diqqatingizni qog'ida bo'lg'achqa, butun rasm qog'ulab ko'rindi. Hamma qog'ivadek. Agar men shu rasmda qancha balalar ko'rib qolsam, cho'qim qog' ko'rinmaydi. U chaqda balalar cho'ng ko'rindi. Nima diqqat qilsam, shu cho'ng'iydi. Yoki bo'lmasa, bizning kundalik turmushimizda ba'zilar ma'lum markalik mashinani bilmaydi, ammo u tuyuqsiz yo'ldoshi yoki do'sti bir mashina olgan bo'lsa va u shu markalik mashina qiziqib qolgan bo'lsa, ertadan boshlabda yo'lda bu xil mashinaning intan ko'pligini his qildi. Bu mashinalar nerga qolgan? Shunga bizning diqqat nuqtamiz, izlash nuqtamiz nima tushsa shu cho'ng'iydi. Amaliyotda hamma odamning kemchiligi ortiqchilik bo'ldi. Bir farq nima degan vaqtda ba'zi odamlar o'zining ortiqchiligiga diqqat qildi va ortiqchiligiga fokus qiladi. Ortiqchiligidan faxrlanadi, ortiqchilikni ishlatadi, ortiqchilik bilan yapishadi. Ammo bir qism odam bo'lsa, kemchilik bilan yapishib oldi. Mayli turmushning nikah munosabati bo'lsin, kishilik munosabati bo'lsin, do'stlik munosabati bo'lsin yoki o'ziga bo'lgan ko'z qarash bo'lsin. Ko'p sondagi odamlar dal nachar nuqtasiga o'zining ojizligi jiqroq yapishib oldi. Ojizligimni o'ngshayman deydi. Amaliyotda bu o'ngshayman deyish dal ojizlikni keltirib chiqildi. Bu bek muhim narsa. Hozirgi psixologiyadagi, ya'ni shu ilg'or psixologiya yoki aktiv psixologiya, pozitiv psixologiya, musbat psixologiyadagi zo'r bo'sish bu. Biz uzun muddat nimalar bilishdik desa, kasalni o'xshash. Ammo yaqindan buyon salomatlikni saqlash, sog'lom bo'lish, sog'lom turmush deyish orqali kasallikni yo'qotish. Psixologiyada o'xshashlar nimasi? Ojizlik emas, balki ortiqchilik. Shunga men bayatim degandek, ba'zi damlar o'zining ortiqchilik diqqat qildi, ba'zi damlar kemchilik. Kemchilik diqqat qilgan odamlar eng oxirgi kemchilik bilan qoldi, kemchilik tufayli mag'lub bo'ldi. Ortiqchilik diqqat qilgan odam bo'lsa, uning shu bir ortiqchiligi eng oxirida kemchilikni yeb ketadi. Men burun o'tganda jutqib berib qoldim. Jutqib olsam, odamlar kart o'ynatibdi. Bularning o'ynaydigan kartning ichida bir Wang deydigan bir o'yin bor ekan. Za, do deydigan. Kichik vaqtimda o'ynagan men bu. Bu karta to'rtlik, ya'ni taq to'rtlik eng kichik, do deganlar eng cho'ng hamda. Shunlar bo'lib meni ko'rib, meni karta o'ynab boqishga da'vat qildi, men bu o'ynab boqdim. Mening yana bir do'stim o'yindi. To'rt qo'l o'yindik, to'rt qo'ldan hammasida men qilib qoldim. Nimish qatsam, mening karta o'ynash shaklimda bundaq, mening qo'lim qart chiqqan aman. Agar mening qo'limda to'rtlikli bo'lsa, men bu to'rtlikni qachon tushutaman deb butun diqqatim to'rtlikni tushish uchun o'ynayman. Yani zalirimni etish orqali bu to'rtlikni qutlaman deyman. Ammo men qilib qolgan to'rt qo'lning ichida 3 qo'l men to'rtlikni tutib qilib qoldim. Men boshdan oxir to'rtlikni tushutishni xohlasammi? Boshdan oxir mening dig'im to'rtlik bo'lganimda eng oxir to'rtlikdan qilib qoldim. Ammo mening og'inamchi bo'lsa, u kartımda oynamadı. O to'rtlikdan kar olmadı. O qo'ldagi kuchli kartlar bilan gaplashdi. Uni diqqatchi bo'lsa, qanday qilib chiqitish va qanday qilib o'zining kuchli kartini ishlatish. O o'zining kuchli kartini, za dollarni ishlatish usta bo'lganlik uchun to'rtlik o'zligidan chiqdi. Ammo men bo'lsa to'rtlikdan chiqarib yetishmay nuqtam to'rtlikni chiqarib yetish bo'lganlik uchun. Shu hayotda ufutmaslik uchun o'ynash bilan ufutish uchun tirishish o'xshamaydi. Hayotda ufutmaslik uchun yashagan odamlar ufuttirib yetadi. Ufutish uchun yashagan odamlar tezlikning kemchiligini ortishga aylanib ketadi. Shunga mening sizlarga deydiganim, kemchiligimdan ko'ring bo'lmasin. Ortiqchilikqa fokusni yetganmiz, biz. Yani kemchilikdan biz fokusni nega o'tganimizda ortiqchilik.
Bu ortiqchilik barbara nimani yeb ketdi bo'lsa, kemchilikni yeb ketadi. Men o'rta maktabda o'qigan vaqtimda butun darslarda uncha ham yaxshi bola emas, yaxshi o'qimagan. Ammo men tuyuqsiz matematikada ortiqchiligim chiqib, tuyuqsiz hamma fandan emas, shu matematikada ilg'or bo'lib ketdim. Men matematikadagi iqtidorim ilg'or bo'lg'achqa, uning ustublab ketganligim uchun tabiiylar ijtimoiy fanlarga ustublab ketdim. Amaliyot ijtimoiy fan bilan nurg'a odam tabiiy fanni ayirib oladi. Yani ijtimoiy fanga ustodim tabiiy fanga yaxshi emas, tabiiy fanga yaxshi odam ijtimoiy fanga usta emas deb ayirib oldi. Amaliyotda bu qilcha asos yo'q, isbot yo'q. Siz ma'lum tabiiy fanga ortiqchilikni joriy qildiganda, siz ijtimoiy fandagi alohidligingizmi chiqib qoldi. Meni yozishlik qobiliyatim yaxshi, notiqlik qobiliyatim yaxshi. Amaliyot bu tabiiy fanga hech qanday farq yo'qdek turgan bilan amaliyotda munosib yo'qdek turgan bilan zich munosibati bor. Şuna bizning butun diqqatimizni ortiqchilikqa to'g'rilash birsi psixikamizni yaxshilasa, yan birsi taraqqiyotimizni yaxshilaydi. Bir dehqon etizdiki o't cho'plarni yo'q qilib yutaman deb, bu etiz hech qanday bug'doy termay qachonda chiqib o't cho'plarni o'rab yursa, bu dehqon bu etizdiki yav o't cho'plarni mangu tugtanmaydi, yantoqlarni mangu tugtanmaydi. U faqat bir kunlik tugtalaydi, ertasi uningdan ko'p yav cho'plar yoki yantoqlarning o'skunini ko'rdi. Agar bu dehqon yav cho'plar bilan qarolmay bu etizga bug'doy terib etsa, ko'mir qo'noq terib etsa, yoki kives terib etsa desa, yav cho'p yantoq o'zligidan o'zining o'rnini bug'doy qilib deydi. Demak, biz turmushimizda o'zimizning kemchiligiga emas, balki ortiqchiligimizga fokus nuqtamizni yo'tkizsak, indala. Yani etizlardık yavu çöpler bilen emas, etizga biz bug'doy terib etsek, mesela bu bek muhim narsa. Hech qanday odam eski odam bo'lib qolmaydi. Hech qanday odam eski bo'lish uchun tirishmaydi. Ammo u o'zining altidagi yaxshi oltin chiqarmaganlik uchun qilib qolgan eski bo'lib qolgan. Hech qanday odam yomon odat yetildirib olmaydi. Ammo u yaxshi odat yetildirmaganlik uchun qilib qolgan yomon odat bo'ldi. Bu qorong'ulikdan yo'riqlik o'xshaydi. Chiroqni o'chirib etsam qilib qolgan qorong'ulik. Qorong'ulik degan narsa yo'q. Ama yo'riqlik bo'lmasa qilib qolgan qorong'ulik bo'ldi. Ammo siz qorong'ulik bilan nafis men qorong'ulik tugtaman deyishingiz mantiq uyg'un emas. Fokus nuqta. Kishilik munosabatim shu, arayollik munosabatim shu. Nurg'un arayollar odatda bir-birisidagi kemchilikka diqqat qildi. Qaqshash. U arayollar o'rtasida amaliyot haqancha nachar arayollar o'rtasidami qarshi tarafdan huzurlangandek ortiqchilik bo'ldi. Ammo nurg'un vaqtlarda odam bu nuqtaga diqqat qilmaydi. Yoki masalan üzdünüz demaydi. Bir do'stga qaqshab turibdi. Hey, mush oylim kunda pul so'raydi. 3 kunning oldida 500 qo'y so'rgan. 2 kunning oldida 400 qo'y so'rdi. Tunigan yana 500 qo'y so'rdi. Bugun yana 250 qo'y so'rdi. Degandikan do'sti, voy. Ayolim pulni nima ish qildi ekan? Bunday jiq pulni degandikan tam bilmayman. Chunki men azalda uning puli berib boqmagan. deb javob berdi. Demak, mayada bu nimadan qaqshatdi desa, ayolning pul so'g'anlikni qaqshatdi. Ammo o'zining hozir qadar pul berib boqmaganligiga nuqta nazarini og'dirmagan. Do'stlik munosabati dedim shu, Do'stlarning ko'pinchisi birlam qaydishib qolsa, ig'ir darajada qaydishkidi. Chunki har qanday do'st bir-birisidan yuqori bir xil umid kutib oladi. Agar ularning bu kutgan umidini do'st oqlay olmay qolsa, ular yot odam qarg'andimi, bekrek jiroqlashib ketgan. Do'stlikdan o'xshashlan biz ko'pincha boshqalarning kemchiligiga, ya'ni do'stimizning kemchiligiga jiqroq diqqat qilamiz-yu, uning bizga qilgan yordamlariga, biz uchun bergan qurbonliqlarga diqqatimizni og'dirmaymiz. Biz doim biz do'stlarimizning biz uchun qilib ishlariga fokus nuqtamizni og'dirib olamiz. Buningda bir-birisidan norozilik bo'ldi. Agar do'stlik munosabatidami kishilar boshqalarning uning uchun nimalarni qilib bermaganiga emas, nimalarni qilg'ini diqqat qilib bersa, u chaqda do'stlikmi uzun muddat davomlashdi deydi. Bir bola bir do'stidan pul so'rabdi. Men bir 5000 qo'y berib tursan degandikan, bu do'st yo'q bermayman. Desa bu do'stning ochiq kelib, 15 yilning oldida sen shu ulay deb qolganda
qazlaring besib ketganda men shu qazlaringni tulishpagan-g'o degandekan, a do'sti, ish qilib bermayman, ya deb turibdi. Hey, vijdon yo'q. 10 yilning oldida sening qizing ig'ir darajada kasallab qolganda, mening qinim qizingga tushib qolib, men qizing qon bergan-g'o desa, ya ish qilib men 5 ming ko'p bermayman. Sağ dostum bek açık yap. Sen nimda numusuz nima? 5 yılның aldıda senin şirketin veyran bulay dep qalganda bankaga berip, men bu kepil ulap, san bankadan qazap berdim-g'o. Desa, ados turib ketib, bermayman. Yaqinqi 5 yilda sen menga nima ish qilib berding? Degilik. Demek nurg'un vaqtlarda odamlar o'tirsida mana mushundoq bir xil holat shakllangan. Ya'ni uning biz uchun nima ish qilib bermagan jiqroq osib olganligimiz uchun do'stlar orasidami nurg'unlagan surkishlar shakllangan. Albatta bu onlarning bolalarni tarbiyalashdim shundoq. Nurg'un onlar yaxshi niyatida balalarning kemchiligini tuzatmoqchi bo'ldi. Yaxshi niyatida yo'ldoshining kemchiligini tuzatmoqchi bo'ldi. Amaliyotda bular qancha tuzaman degan siri shu kemchilik. Xuddi bir kart o'ynatib meni qo'limda 4lik qilgandek, bular qancha tuzaman degan siri o'lning qo'lidan eng oxir kemchilikdan boshqa narsa qolmaydi. Shunga men ogohlantirib, kim o'zimning turmushini yaxshilayman deydi ekan, u cho'qim o'zining turmushidagi minnatdor bo'lgan nuqtalarni jiqroq tep bersa, minnatdor bo'lgan nuqtalarni bu qandaqdir yo'liqqa sizga bo'lgan bir tasalli olmasdan bu bir o'zgarish. Turmushimni o'zgartiraman degan odam birinchi yo'lab o'zining turmushdagi minnatdor bo'lgan ortiq nuqtalarni tepib, shu narsalarga o'zining to'liq roziligini, shu narsalarga o'zining to'liq shukr qilganligini ifodalagan kundan boshlab turmush yaxshilashib boshlaydi. Chunki dunyoda o'rganmak eng qiyin matematika o'ziga berilgan ne'matlarni sanayolmaslik. Agar biz kunda ozroq vaqt chiqarib yoki haftada 2-3 qatam ozroq vaqt chiqarib o'zimizning shu rahmat deyish tegishlik nuqtalarni, mayli munosabatda, mayli nikohda, mayli turmushimizda sanab bera olsak, bizning turmushimiz zo'r musbat o'zgarish bo'ldi deb qarayman. Men dastlabki darsda bir formula yozib berdim, ko'z qarash, hissiyot, harakat, odat, taqdir. Bu ko'z qarashlarning ichida odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi ajoyib muhim. Chunki siz o'zingizni qanday o'ylasangiz, o'zingizni men musho deb o'ylagan vaqtda rosti siz shu odamga aylanib qolasiz. Unda qolsa odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi nimalar shakllantirdi? Bu vaqtda Ford shirkatining bosh quruvchisi Ford sen qila olmayman desanmi, qila olmayman desanmi, ishkilisi to'g'ri degan. Bu nima deganliksan, sen bir ish qila olmayman desanmi, to'g'ri, qila olaysan. Qila olmaysan, texmi to'g'ri, rost qila olmaysan. Demak, insonning taqdirida, insonning eng oxirgi hayotda uning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi bek muhim. Unda uning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini nima shakllantirdi? Biz oldi bilan priming bilan tanishib chiqaylik. Priming hamda psixologiyadagi bir xil hodisa, ya'ni bu shu odamning muhitning ta'siriga uchrashi bo'libmi, anglagan gaplarning ta'siriga uchrashini isbotlaydigan bir xil holat, priming. Ya'ni siz yo'llarda ketib qolgan vaqtda, mayli boshqalar tarafidan qasddan sizni nishonlab yoki sizni nishonlamay ish qilib, shu eqib yurgan yoki undidar orqali yoki televizor orqali yoki odamlar orasida anglagan paranglarning hammasi odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi shakllantirib qo'ydi. Priming. Bundaq bir tajriba olib berilgan. Ma'lum bir shirkatga berib, bu shirkatdagi ishlayotganlarning o'rtacha yoshi 25 yoshdan 30 yoshgacha araliqda yoshlar demakchi. Sonra psixologlar bular tuydurmay bir hafta qanday qilgansa, bir hafta o'zining odamlarini selitib bu yerga mayli ko'rinishi bo'lsin, mayli anglashda bo'lsin, o'sha yashangan deganga munosabatli gaplar bilan paranglashgan va yashangan degandek narsalarni va shu xil rasmlarni bu shirkat tizib etgan. Masalan, yashangan, ojiz, oqchash, g'asa, ko'zoynak,
ölüm, paralıç bolup keliş, min igiliş degende geplerni Allah'a çandırmay özünün paranları selip etken. Hatta resimlerde mi muşundaq resimlerini körsetken. Bir haftadan keyin, fakat bir haftadan keyin. Bu yerda ishlaydigan yoshlarning harakatining ostilayotganligi, ya'ni burun shirkatning ishkidan liftga bo'lgan orliqda sarf qilgan vaqti bilan bir haftadan keyin, ya'ni priming qilgandan keyin, bularni ya'ni yashangan degan so'zga shartlagandan keyingi vaqti uzun chiqqan, ko'rinarli uzun chiqqan. Masalan, burun ishikdan liftga bag'icha 20 sekund ketgan bo'lsa, bir haftadan keyin chiqsa 30 sekund, 40 sekundda berishga başlagan. Faqat bir hafta. Bular nima so'z berdi? Chunki bular meyli angsız aldı yoki anglab qoldi, bu xil so'zlarni anglaverganda ularning ro'yitida bir xil yashangan holatga, yashangan degan narsaga nisbatan to'g'rilish bo'lgan. Bu xil holat nimani keltirib chiqargansa, ularning jismoniy energiyasini tuvellashni keltirib chiqargan. Bu natija butun psixologiya sohasini hayron qoldirgan priming. Endi odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini nima shakllantirdi? Men ko'pincha o'qituvchilarga bek jiq deyman, cho'qim bir o'qituvchi Pygmalion effektini bilish kerak deyman. Pygmalion effekt. Pygmalion effektining aniqlamasi nima deganda, bir odam o'ziga bo'lgan ko'z qarashni boshqalarning uning bo'lgan ko'z qarashidan keltirib oldi deydi. Masalan, 5 odam birlashib bir odamni sen kalva desa yoki ma'lum bir laqam bilan yoki ashni ma'lum bir suratlab bersa, bu odam har qancha uningga undaq emas deb turib olsa, bu 5 odamning uning bo'lgan ko'z qarashi emniyet bu odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini shakllantirib qo'ydi. Mana biz buni Pygmalion effekti deymiz. Shunga boshqalarga laqam qo'yish yoki boshqalarni har xil haqoratlash yoki boshqalarga bo'lgan tuven holat qarashning hammasi o'sha odamning taqdirini shakllantirib qo'ydi. Mana mush nuqtaga kelganda biz kuchli psixik sapa, psixik immun kuchi bo'lmaydi deb qaraymiz. Mana bu Pygmalion effekti. Pygmalion effektining nurg'un ta'sirlari bor. Birinchi buning aniq chiqadigan holat nima desa, birinchi ota-onaning, chunki birinchi ta'sir qiladigan narsa ota-ona emasmi? Ota-onaning bolalarga bo'lgan ko'z qarashi bek muhim. Nurg'un ota-onalar bolalardan yuqori umid kutadi, bolalar ishindi. Bundaq bolalar haqiqatan de keyin cho'ng bo'lgan vaqtda ishindimi? Ishindi. Bundaq bolalarning muvaffaqiyat qozonish nisbati yuqori bo'ldi. Hammasi emas, mutlaq emas, ammo nisbat holat yuqori bo'ldi. Yani bazı ata-onalar bular kichik vaqtdan boshlab bolalarga cho'ng umidni bog'lamaydi, ham bolalarni hech qilolmaydi deb qaraydi. Shu tufayli ata-onaning bolalarga bo'lgan ko'z qarashi bevosita ta'sir qildi. Yan birisi bola o'zini ota-onaning hissiyoti, ota-onaning ish izlari orqali o'zini ko'radi. Bu deganlik, agar ona tushkun bo'lsa, dada tushkun bo'lsa, bola ota-onaning vujudidan o'zini ko'radi. Şun bazı analar daim men qilib ketdim deyish orqali bolalarda, qizlarda o'zini tuyen ko'rish psixikasi shakllanadi. Chunki bir onaning men aynak oldida o'tirib men qilib ketdim deyishi qizdimi ig'ir darajada bir xil o'zining chiroyidan nomus qilish kayfiyatini keltirib chiqardi. Ya'ni ota-ona birisi gap orqali, yan birisi o'zining ish harakatlari orqali bolalarda o'zlik shakllantirib qo'ydi. Ya'ni o'ziga bo'lgan ko'z qarash shakllantirib qo'ydi. Shun men doim deyman, balın tərbiyələş, üzün tərbiyəlilik, üzün tərbiyələş, balın tərbiyəlilik deyimiz. Şuna ata-onalar əgər ballarda aşındaq işenç tuygusunu payda qılmandayken avval üzü işenç tuygusuna kiriş gerek. Əgər ata-ona üzü işlənməyə qalsa, bala bu xilalətdə təbiilə üzü işlənməydiğən bulab qaldı. Bir günü başlanğıçda qoyduğan Ahmetni o'qituvchisi chaqiribdi-da. Bu sening yozgan bu hikoyang, maqolang shundoq o'lchamsiz bo'libdi. Grammatikasi xato, so'zlarni xato ajilibsa, uning xitingmi shundoq sat faqat bo'lmabdi. Men bu avalni dadamga doklad qilaman desa, kichik Ahmet, dadamga deganingizning foydasi yo'q. Buni shu men dadam ezbergan. deb javob berdi. Demek nima desa, nurg'un ota-onalar bolalarning bir maqol yoza oladiganligi ishonch qilmaganligi uchun nurg'un ishlarni o'zi qilib beradi. Chunki ota-onaning bolalarning ishlarini o'zi qilib berishi dal bolalar ishonmaslik, bolalarning o ishlarni o'zi mustaqil vujud chiqarish qobiliyatiga ishonmaslikni kelib chiqadi. Mana bu Pygmalion effektining ota-onaning bolaga bo'lgan ta'siri. Hamda o'qituvchilarning bolalarga bo'lgan ta'siri intan kuchli bo'ladi.
Bundaq bir sınaq işletken psixologlar bir sınıf ballarının yana kirib, o'qituvchisini chiqarib yetib, o'qituvchi mundaq degan: "Biz hozir ballariңizning ichida, o'quvchilaringiz ichida eng aqlli 4 balani tep chiqamaymiz. Mush savolni ishlatsak ham chiqadi. Bu 4 bala keyin bu natijalarim yaxshi bo'ldi" degan. O'qituvchi jasartib turgan psixologlar sinfdan ichiga kirib, ballar qog'oz taqib bergan. Bu qog'oz savolni ishlab qilgan. Amaliyot bularni taqib bergan savoli yolg'on savol. Uning natijasi hech qanday uning aqli bilan munosabati yo'q. Ammo psixologlar ash usul orqali o'qituvchini aldab qo'ygan. Va keyin imtihon tutgandan keyin yig'ib olib, xohlagan, natijaga qarab qo'ymagan. Xohlagan 4 balni ko'rsatiblar, o'qituvchi degan mush 4 bala sinfimizda eng yuqori numar oldi, aql imtihonimizda degan ekan. Bu o'qituvchi ularni bilib olgan. Bir mavsumdan keyin rost degandek 4 o'quvchining natijasi biroq ko'tarilib ketgan. Amaliyotda bu 4 o'quvchiga bu o'qituvchi ayrim dars o'tmagan. O'xshash dars, o'xshash kitob, o'xshash sinf, o'xshash bir muhit. Biroq o'qituvchining osh bolalarga muomalasi, yana 4 balani aqlliq deb o'ylashning o'z nimani keltirib chiqargan desa, dal bu bolalarda bir xil o'ziga ishonchni keltirib chiqargan. Shunga o'qituvchining bolaga bo'lgan ko'z qarashi intayin muhim. O'qituvchi kimni aqlliq deb qolsa, vaqti kelsa shu balda siz o'zgarish bo'ldi. Bu mening hayotimda o'tgan. Men burun to'liqsiz o'qiydigan vaqtda bir normal o'quvchi edim. O'zimni anchibek aqlliq bolalar boshqa aqlliq bolalar u bir andoq tug'ilib qoladi, tug'ma deb o'ylaydim va o'zimning sinfdagi a'lochi bolalarga yetishiga menga ishonmaydim va ularni boshqa bir dunyodan kelgan deb o'ylaydim. Nurun o'quvchilar shunda cho'liq a'lochi o'qigan bolalarni bir ayrim bir bolalar deb o'ylaydim. Mushundaq davrlarda mening matematika o'qituvchim ayolda. Mening bu matematik ayol o'qituvchim ma'lum sabablar tufayli dam olishga chiqib qoldi 1 yillik. Shundan bu darsni mushu o'qituvchimning dalili iri yo'ldoshi o'tmoqchi bo'ldi-da. Endi burun bu o'qituvchim bilan xush yo'qdi ayol o'qituvchimning. Chunki men bek kepsizdim. Doim ishga atrof qarab, doim qizg'onla qarab o'tirdim. Ondan keyin bu ayol o'qituvchimni ko'ziga setgunlab qolsam kerak, taz yaxshi ko'rmaydi. Baxtimga yarasha bu o'qituvchim 1 yil to'xtab yo'ldoshi dars berib qoldi. Yo'ldosh hech kimni bilmaydi-da bu sinfda kim yaxshi, kim a'lochi. Uning uchun hamma bolalar o'xshashda. Bir qatimliq geometriya darsi, ya'ni shu muallimimizning tunji darsida geometriya darsi. Bir shaklni ishlamoqchi bo'ldik sinfda. Bu shakl bir qadar tez. Chunki bu shaklga bir uzuk siziq chizilmasa, ya'ni shu shan deb qo'yamiz, mavhum siziq chizilmasa bu shaklni hal qilish mumkin emas. Darvaqa barliq bolalar buni ishlayolmadi. O'qituvchimizmi balkim bu nuqta diqqat qilmay tayyorliqsiz kirgan bo'lsa kerak. Chunki o'qituvchimiz o'zi beklishindigan o'qituvchi edi. Talant o'qituvchi edi. Mana shundaq nuqtada men o'ynab o'tirib bir hayotim burilish nuqtasida shu mavhumsizlikni men sizib qoldim-da, sizib soldim. Salg'andiklar bu masala hal bo'ldi. Bu masalaning hal bo'lganini ko'rib, mening shu o'qituvchim ismi G'eniyanda men inta yuqur baho berdi. Ya'ni sen bir tug'ma qobiliyating bor ekansan dedi. Shu men gapni anglagandan keyin o'zimga bo'lgan ko'z qarash, ya'ni o'qituvchimning sen tug'ma qobiliyat degan bu ko'z qarashidan keyin o'zimga bo'lgan ko'z qarash shu nuqtada o'zgardi. Balki hayotimning burilish nuqtasi bo'lishi mumkin deb qarayman. Shu kundan boshlab bir tug'ma qobiliyatli odam, alim tug'ildi degan. Shundan keyin men matematikada 1-ulaqqa keldim. Keyin to'liq 1ga chiqdim. Tuyuqsiz men matematikada bayon degandek usta bo'lib ketganlik uchun boshqa fanlarimni bunga ergishib ketdi. To'liq 1da men 3ta yaxshi bo'ldim. Men 3ta yaxshi bo'lgan vaqtlarda maydonlarda mukofotlaydi. Shu vaqt men bilan doim o'ynab yuradigan bolalar men mukofotlarga chiqsam hayron qolgan. Bu qanday ular bu mukofotni qoldi deb. Chunki ular men azaldan unda yaxshi o'qiydi deb o'ylagan. Keyin to'liq 1, to'liq 2, to'liq 3 chiqdi. Rost degandek mushu bir men tug'ma qobiliyat degan ideya mening kallam intayin ta'sir qildi. Keyin 2000-yili oliy maktab imtihonimizni berdik. Oliy maktab imtihonimizni men Aliyulala, Xinjiang Aliyulala bo'lib o'tib ketdim. Nurg'un odamlar buni hayron qoldi va bilinmay qoldi. Bu zot nemish? Amaliyotda bu bir psixikalik masala, Pigmalion effektining ta'siri. Endi mushundaq qilib keyin oliy maktabga o'tdim. Keyin ingliz tili dars o'tdim. Bir kun ingliz tili dars o'tib, qo'limga to'rdan bir aql koeffitsiyentini sinaydigan bir sinoq savol chiqib qoldi. Buni bolalarımga taqtib, qani qaysi yuqori numar oldi deb taqtib ishlatib baqdim. Va bularning ishlash jarayonini men ishlab baqdim buni.
Tuyuqsiz ularning ko'pinchisi 80, 90, 100 aldı. Menço degende 65. Demek bu yerdeki mesele qandaqdır mendeki tug'ma qobiliyat olmasdan aşağıdaki bir xil mening o'zimni tug'ma qobiliyat deb o'ylashim bu yer nimani keltirib chiqargansa pigmalin effektning ta'sirini baraqli keltirib chiqadi degan. Shu vaqtda anındaki men asli o'zimni tug'ma qobiliyatga emas, faqat tirishchan ekanligini his qildim degan. Shu munosabat bilan men ekranda hozir muallim ishimizning tug'an sutini ko'rish orqali shu muallimimga o'zimning cho'nqur hurmatini bildirib qo'yaman. Demek 4 xil o'qituvchi mavjud. Birinchi o'qituvchi qanday bo'lsa, odat o'qituvchi. Odat o'qituvchi odat faqat dars o'tadi. O doim qachon soatning tushini o'ylaydi. O qachon soatning tushini o'ylagansa soat tushmaydi. Nisbiylik nazariyasi. Ikkinchi o'qituvchi, yaxshi o'qituvchi. Bular tushundirdi. Yoki tushuntirishga urindi. Uchinchisi a'lo o'qituvchi. Bular ko'rsatdi. Ya'ni misol qilib ko'rsatdi. Har xil usullardan foydalanib ko'rsatib o'tdi. Dördüncüsü qalts o'qituvchi. Qalts o'qituvchi bo'lsa ilhomlantirdi. İlham berish. İngliz tilida ilhom berish deganni inspire deymiz. Spire degan xat spirit, ya'ni ruh degan xatdan direkt ko'rdi. Indiga odat oldi qo'shilg'ichi ichiga degan gap. Bularning ilhom berish degani uning ichiga ruh buyuritish degan gap. Ya'ni uni qattiq kuchlantirish, o'ziga ishontirish tuyg'usi paydo qilish. Chunki maktabda esonda bo'lsin, hamma narsa o'rganilmaydi. Maktabda birli narsa o'rgatilsa, o'qituvchi muvaffaqiyat qozondi. U bo'lsa-mu mangu o'rganish ruhini shakllantiradi. Bu bek muhim nuqta. Ya'ni bir o'qituvchi dars o'tish jarayonida bolalarda mangu o'rganish ruhini yüzüge olan işiniş ruhini şekillendire o'qituvchi en ahırda inspire qilgan bo'ldi. Biz buni qalts o'qituvchi deb qaraymiz. Demek bu maktabdagi yoki o'qituvchilar orasidagi pigmalin effektining nima esa ta'siri. Odamning o'zini shakllantirib qo'yadigan, ya'ni pigmalin effektining 3-alomat nereden keldi bo'lsa, ba'zi bekitilib ketgan ko'z qarashlar. Nurg'un odamlar bular yoshlarni deb qaraydi, hech kim qilolmagan ishni men qilolmayman deb o'ylaydi. Diqqat qilinglar. Hech kim qilolmagan ishni men amaliyotda hech kim qilolmagan ishni hamon bir kuni birisining qila oladiganligiga ishonmaydi. Bu vaqtda men Roger Bannisterni misolga olaman. Roger Bannister kim? Roger Bannister Amerikadagi bir yugarguchi, odatga bir yugarguchi. 1950-yillarda Amerikada bütün fiziologlar, doktorlar, olimlar nimda bekitgansa odamning eng yuqori nuqtadagi 1 mil aralıqqa, 1 mil deganimiz taxminan 1600 kilometr keldi. Aralıqqa eng tez olganda 4 minut yuguralaydi dedi. Agar 4 minutda tez yugurishga intilsa, yurak portlashga qarab mangdi yoki fiziologik sistema darhol bu kuchni qabul qilolmay itilib qoldi, hushsizlandi deb tushundirgan. 20 yil, 30 yil mana mush bekitilib ketgan qoida bo'yicha mangan. Har qatdan tantarbiyachilar 4 minut mancha, 4 minut mancha, 4 minut mancha chiqqan. Buni hech kim buzolmagan. Garchi ular hargizmi 4 minutdan tez yugurish oldida doktormanda degan to'xtab olay demaydi. Balki ular ongsiz holda buning ishonganlik uchun har qancha tirishsimi baribir 4 minutdan tez yugurmaydi. Mana shundoq bir davrda Roger Bannister chiqdi va men 4 minutdan tez yugura olmayman dedi. Garchi buning kishilar ishonmadi. Halbuki 3 yil tirish oqisida 1955-yil 6-oylar bo'lsa kerak. U yugurib rost degandek 4 minutdan buzib etdi. Ya'ni 3 minut 59 sekund 14 daqiqa holatda bordi. Bu xabar Amerikada bütün doktorlarni, fiziologlarni usal qilib qo'ydi. Shundaqla nurg'un tantarbiyachilarni hayajon soldi. Bu xabar tarqalib bir haftadan keyin Avstraliyalik kichik yugurguchi oqibadan 3 minut 58 sekund chiqdi. Siz o'ylab qaranglar. Bu xabar angladi. Ya'ni bu tantarbiyachilar bu xabarni anglagandan keyin eng yuqori 4 minut degan narsa xato ekanligini bildi. Ongsiz holda hali uni cheklayotgan 4 minut yo'qolib ketdi. Ular shu holatda 3 minut 58 sekund chiqdi degan. Bir yildan keyin 200, hozir taxminan 700 dan ortiq tantarbiyachi, 9000 dan ortiq ketim bu rekordni buzib baqdi. Endi hozirgi cho'ng rekord 3 minut 43 sekund atrofida bo'lyapti. Demak, bu haqiqat nima tushuntiryapti desa, ko'pincha vaqtlarda bekitilib ketgan ma'lum nuqta, hech kim qilolmaydigan nuqta odamga intayin ta'sir qildi. Men tantarbiyachilarning ichida Linani yaxshi ko'raman. Lina kim? Lina jungoliq undaq set kitob mayra.
Lina'nın Jungo'ga qo'shgan to'pisi nurg'un tanarkashlar qaraganda ilg'or deb qarayman. Chunki Jungo'ga emas, butun Osiyoga. Chunki men mush hozir qadar tek Osiyodan hech qanday mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin, tantarbiyachi yuqori darajalik musobaqalarda, Lina chempion bo'lgan musobaqalarda tek hozir qadar hech qanday bir Osiyodan bir odam chempion bo'lib boqmagan. Ammo Lina'ning chempion bo'lishi Jungo'ga emas, butun Osiyoga sharaf keltirdi. Lina chempion bo'lgandan keyin butun Osiyodagi Osiyo qini va barliq xalqlar nima deb o'ylaydi desa, asli bizmi chempion bo'la oladi ekanmiz dedi. Demak, qilolmaydi degan bu nuqtani Lina buzib o'tdi. Men shuni ishonaman. Bundan keyin Jungo'da bu chempion bo'lganlar orqadan chiqadi degan. Demak, bu xil ko'ni qetliq qolgan ko'z qarashlar nima shakllantirsa, ongsiz holda odamni pastga tortib maqtagan. Kasallikmi shunga o'xshaydi. Masalan, Milton Eriksonni misolga olsak, Milton Erikson 12 yosh vaqtida kasallik qoldi, saqayib, shunday ig'ir kasal. Doktor apsig'i balangiz bugun kechni saq salomat o'tkazolmaydi deb, bugun kech o'lib ketdi deydi. Buni anglagan ana qattiq azoblandi. Aniq bu ig'ir keldi. Milton Erikson o'zining o'ldiganligini anglab buningdan azoblanmaydi 12 yosh, ammo apsining azoblanganidan azoblanib ketdi va agar men bugunla o'lmasam, opamning azobini bir kun bo'lsa-mu aql yandira olaydi ekanman deb kecha uxlamaslikni qaror qildi. Milton Erikson uxlamaydi, hech o'lmaydi va vaqirab ketdi. Apa, men bugun o'lmadim, men hayotda. Buni anglagan apsi shunda xush bo'lib ketdi. Uning xushalligini ko'rgan Milton Erikson agar men o'lmasam bular xushal bo'ldi ekan deb o'lmaslik qarori qildi. Demak, Milton Erikson mana shundaq umidvorlik bilan yashab, eng oxiri 1990-yili 75 yoshida o'ldi. Doktorlar saqaymaydi o'ldi degan odam eng oxiri 75 yoshda o'ldi. Bu yerdagi masala nima mo'jiza? Sizni bir odamning saqaytanmasligi sizning saqayanmasligingizni darak vermaydi. U faqat saqaytanmaydi, ammo siz saqaymasligingizni darak vermaydi. Bu yerdagi ruhning, bu yerdagi umidvorlikning odam hayotida odam o'ylamagan darajada mo'jiza yaratish. Buni bo'ldi Milton Erikson'dimi so'z qilmayli. Men o'tganda o'z ko'zim bilan ko'rgan bir paranglashgan bir xotellik odam bor. Bu odam 7 yilning oldida rak bo'lib qolgan. Doktorlar uni eng oxirgi bosqichga ekansan 1,5 oyda o'lib ketsan degan. Bu odam bu gapni anglab aeroplanda ketib berib shunday azoblangan. O'zining o'lib ketishidan azoblanmagan. Yana o'zi o'lib ketgandan keyin ballarning, ayolning nima kunlarda qoldiganligini o'ylagan sir azoblangan. Ammo deydi, aeroplanni Xotenga qo'nashdan bir yarim soat ilgari tuyuq yugurib ketdim deydi. Men nimishqa ular men o'lib ketsan desalar buni ishonima. To'xta, men 1,5 oy bo'lsa-mu men nayt xushal yashashim kerak ekan deb bir tuyuqsiz yurib ketdim deydi. Mana 7 yil bo'ldi deydi. Ba'zi dorilarni ancha-muncha tanishib yeyman deydi. Chemoterapi qilmayman deydi. Chemoterapi degan hol yo'q. Bir umidvorlik bilan yashayapman deydi. Men qachon o'lib ketimni bilmayman, ammo o'lgicha men xushal yashashni qaror qildim deydi. Demak, bu nimalarni ko'rsatyapti degan vaqtda bu xil ko'z qarashlarni ko'pincha odam ongsolda tatib. Albatta men bir Uyg'ur boz bo'stim bilan Uyg'urlardagi bu xil ko'z qarashlarning nurg'un Uyg'ur farzandlarini aşı 4 mil chekdan chiqarolmayotganligini bilmay. Qandaqdir nurg'un odamlar ma'lum bir chekni bekitib qo'ygan, ma'lum o'tmishdagi tarixdagi ba'zi olimlarni sizpirish orqali sen mushni hal qilsang bo'lmaydi, sen dunyoviy qaltishlarni qilolmaysan deyish orqali ularga zarb berdi. Bu xil ko'z qarashlarni nim qildi desa bu bolalarning ilgarilashini to'sadigan gap. Kini dini apsi nim deb o'qitgan desa, tur bolam o'rningdan. Sen isonda bo'lsin, sen zo'ngtongliqdan ya'nimiş prezidentlikdan boshqa ishni qamlashtirib olmaysan deb singdirdi ekan kallasi. Napoleon Bonaparte apsi har kun ertaga o'g'aqqan vaqtda balam tiz o'rningdan tur. Sen bir kun uxlab qolsang dunyoning ishlari bir kun aql so'zildi deb o'rgatgan. Demak, Napoleon Bonaparte kichik vaqtdan boshlab dunyoning ishlari manqaldi deb cho'ng'gan. Bizning farzandlarimiz bo'lsa, mayl ota-ona, mayl atrofdagi kishilar, mayl o'qituvchi bo'lsin, bolalardan unchalar zo'r umid kutmaydi. Bu xil ularning ko'z qarashi bolalarning ilgarishi ig'ir darajada to'sqinlikmi qildi. 4-omil muhit omili. Bu muhit omil texnik kuchli. Bir kuni bir burkut bolasi o'zining bolasini
tuxumini tuxumining orasiga tug'ib qo'yapti. Şoğlan bu burkut balası tuxum yerib chiqsa, qarasa bir tux tug'di ekan, onam o'xshaydi deb yashayveribdi. Quruqlikda yashayveribdi. Kunlatib bir kuni u osmonda bir burkutni ko'rib qoldi. Şoğlan u boshqa qarab tursa, boshqa aka ini tuxa akallari onunğa mundaq debdi: "Ey, sen o osmonga unda qarab ketme. Sening turdigan yering quruqlik, sen baribir ucholmaysan." debdi. Bu gapni anglagandan keyin bu gap ishonibdi. Burkut balasi mangu quruqlikda tuxlar bilan yashapti. Demek bu nimdan direkt berdi olsa, etrafdaki adamlarning bu xil pasib ko'z qarashi odamga ig'ir darajada ta'sir qildi. Shu ishonda bo'lsin. Odam taraqqiy qilgan sari, cho'ngaygan sari. Odam cho'ngaygan sari etrafdaki odamlar sizlarni o'ziga tahdid deb o'ylaydi. Cho'ngayib ketishni xohlamaydi. Chunki sizlar cho'ngaygan vaqtda bular kichik holatiga bardoshlik berolmaydi. Shuni jamiyatda ma'lum bir odam kuchaygan vaqtda avtomatik holda bir turkum odamlar uning har xil pasib gaplardan, pasib ko'z qarashlarga to'smoqchi bo'ldi. Bu avtomatik bo'ldi, ansal bo'ldi. Bularni ayblashgan bo'lmaydi, ayblashgan bo'lmaydi. Shuna eng muhimi nima deganda, buning chuqur ideyaga tayyorlik qilish kerak. Odam cho'ngaygan sari uning jamiyatda cho'ngish shuncha ta'sirlashadigan. Mana bu pigman epikdan 4 xil ta'sir. Biz buni qanday yo'qtimiz? Qanday bundan qutulib chiqamiz? Buning uchun sizlar birinchi qadam nima esa, psixologiyadagi ikki narsani bilishingiz kerak. Birisi perceptual readiness. Readinessga tushundirma. Perceptual defense. Perceptual readiness va perceptual defense degan nima esa, idroklik tayyorlik va idroklik mudofaa degan. Bu nima degan gap desa, odam ko'pincha vaqtlarda o'zi to'g'ri deb qolgan ko'z qarashni isbotlash uchun jamiyatda o'zining to'g'riligini isbotlaydigan uchurlarni to'plab turib oladi. O'zining ideyasining to'g'riligiga qarshi yoki inkor qiladigan uchurlarni angsaldi ko'rmaydi, ko'rmasa xato chiqaradi. Ko'rmasa xato chiqaradi. Masalan, samimiyatsizlik orqali tijorat qilsam bo'ladi deb o'ylaydigan tijoratchilar tabiiylar samimiyatning muhimlik to'g'risidagi maqolalar bo'lsa, bu to'g'riliq gaplar bo'lsa, tabiiy nima ish qildi desa, bu uchurlarni unidorlardan yuyitadi. Muhimlik to'g'risidagi maqolalar bo'lsa, bu to'g'riliq gaplar bo'lsa, tabiiy nima ish qildi desa, bu uchurlarni unidorlardan yuyitadi yoki ko'rmasga soldigan ahvollar bo'ldi. Yoki bo'lmasa odamlar nachar deb o'ylab qolgan odam yaxshi odamlarning borlig'ini ko'rgan vaqtda bunday uchurlarga diqqat qilmaydi. Ya'ni o'zi to'g'ri deb qolgan ko'z qarashlarida chin turish uchun shuni isbotlaydiganlar uchurlarga yapilishdi, uning qarshi inkor qiladigan uchurlar bo'lsa, buni rad qildi. Ikkinchisi idroklik mudofaa deganimiz shu. Idroklik mudofaa deganimiz qarshi fikrlar bo'lsa, uni mudofaa qilib yo'q chiqaradi, faqat bo'lmaganda xato chiqaradigan gap. Masalan, sizning ko'z qarashingizda men bir nachar odam bo'lsam, siz menga ishongan bo'lsangiz, siz aplab-saplab mening ish izlarimning ichida nacharlikni isbotlaydigan nuqtalarni topsiz. Yoki ba'zi narsani burmlab shunday tushundirsiz. Bu ayollar o'tirsin ko'p uchraydi. Agar bir ayol o'zining yo'ldishini nachar yoki bo'lmasa yo'ldan ezib qoldi deb ishonsalar, u barliq usullar orqali shu xil ko'z qarashini isbotlaydigan uchurlarni izlaydigan gap. Shuna biz ko'pincha vaqtlarda bu xil aldam xatoga tushganligimiz uchun biz eski deb qaragan odamning yaxshi taraflarini asosiyatdan ko'rolmaymiz. Uningdan amal bor jiroq turishga diqqat qilamiz. Uning yaxshiligini isbotlaydigan uchurlar bo'lsa, darhol mudofaa usuli orqali nima qilamiz desa, buni deymiz. Endi odamning eng chong ojizligi nima esa, odamning eng chong ojizligi o'zining xato bo'lib qolishidan bek qo'rqadi. O'zining xato bo'lib qolishidan bek qo'rqadi. Ammo esingizda bo'lsin, bilim qachon, menga qachon yuruydi deganda, sizlar to'g'ri deb qolgan ko'z qarashni
isbotlanish orqali sizning bilimingni oshmaydi. Ya'ni burun sizlar xato deb qolgan ko'z qarashlarningmi asli to'g'ri ekanligini bilgan vaqtinglarda menga echiladi. Bu nuqta alayda diqqat qilinglar. Yana bir qatim aga tushuntirib qo'yay. Ya'ni bir odamning bilimi hargizmi mushu to'g'ri edi degan ko'z qarashi isbotlanaversa uning bilimi oshmaydi. Balki mushu ko'z qarashining xato bo'lishi mumkin degan osh nuqtalargami nihoyat bir xil ilmiy holda qarab to'xta mushu to'g'ri bo'lib qolmasin yoki mening mushu ko'z qarashim xato bo'lib qolmasin yoki men xato degan ko'z qarash to'g'ri bo'lib qolmasin deb oningga ancha-muncha tushunishga qarab taraqqiy qilgan vaqtinglarda ondan menga echiladi. Hozirgi jamiyatda nima desa mayli maqola bo'lsin, nurg'un odamlarning yozgan narsalarida faqat shu odamlar aslan ishni bo'lgan narsalar to'g'risida yozganlik uchun kishilarning buning bilimini kengaytirish hech qanday zo'r foydasi bo'lib qolmaydigan. Masalan, onani hammadan yaxshi ko'rdi, ota-onani qadrlashni hammadan yaxshi ko'rdi. Shu ota-ona to'g'riliq madiyalab naqsh aytilsa yoki ota-ona madiyalab maqol yozsa buni hammadan qabul qiladi. Chunki u aslida ota-onaning muhimligiga ishonganlik uchun bunday uchurlarni tez qabul qildi. Agar endi ota-onaning xatoligi borligi, ota-onaning unchalar mukammal emaslikda uchurlar qarshi bo'lsa, odamlarda tabiiy buningga qarshi inkas bildirildi. Bu jihatda Darwin eng utuq qozongan odam, Darwin. Darwin o'zining tajribalarida, ya'ni flora va fauna yig'ayotganda, flora va fauna degan nima esa toshqa aylangan o'simlik bilan toshqa aylangan hayvonlarning toshlarini yig'gan vaqtda qanday isbotlarga eng diqqat qiladi desa, o'zining nazariyasining xato ekanligini isbotlay oladigan isbotlar bo'lib qolsa, buningga qizg'inlik bilan chiqdi. Diqqat qilinglar, Darwin hargizmi o'zining nazariyasining to'g'riligini isbotlaydigan isbotlar emas, o'zining nazariyasining xato ekanligini isbotlay oladigan isbotlar bo'lsa, alohida qiziqdi. Shunga turmushda biz ba'zida o'zimizning ko'z qarashlarga inkor qila oladigan, qarshi bo'lgan fikrlarni intan so'g'oqonlik bilan to'xta, mushimi bir to'g'rilab qolmasin degan holatni ko'rsak, ondan mingida yurish bo'ladi, ma yurish anonda ekan odam nim qildisa, olg'a siljitilgan gap. Korxonchilarga shundoq deyman. Korxonchilarga JP Morganning bir gapini so'q qilaman. Men bek yaxshi ko'raman bu gapni. Bu nima degan gapsa, korxonchilikda yoki odat iglik tiklashda sening bir bo'lsa to'g'ri, bir bo'lsa uftiqazinsan degan gap. Bevos tarjima qilsak, bu nima degan gap desa, sen agar mening to'g'ri ol deyapsan, sen menga uftiqazlanmaysan deydi. Uftiqazish uchun sening to'g'ri olmaydi deganlik. Seniki ya to'g'ri bo'ladi yoki uftiqazinsan. Bu deganlik to'g'ri deyapsan, uftiqazanmaysan. Uftiqazinish uchun sening to'g'ri olmaydi. Shu bir korxonchi to'xtamay ilgirlayman deydi ekan, u cho'qim ba'zi to'g'ri deb qolgan ko'z qarashlarning xato ekanligini bilish kerak. Bizning Uyg'ur korxonchilarining ko'pincha dastlab taraqqiy qiladi. Chunki ular har xil usullarda qandoq boshlab taraqqiy qildirishni o'rganib qolgan. Ya'ni ba'zi usullar eqib qolganlik uchun eqib qolgan usullar taraqqiy qildi. Ammo bu taraqqiyotni yon bir holatga olib kirishda nurg'unlar qiyinchilik uchraydi. Nemishqa? Chunki ular doim o'zi to'g'ri degan usulga osilib oladi, o'zi yo'q bu xato degan usuldan yiroq turib olganlik uchun ba'zida taraqqiyot bo'lmaydi. Shu barliq korxonchilarning so'qidan bir gapim, sening yoki to'g'ri bo'ldi, yoki sen muvaffaqiyat qozonsan degan gapni so'q qilaman. Bu birinchi diqqat qilganimizda idroklik tayyorlik va idroklik mudofaa.